Assalomu alaykum chor ishqibozlari. Muslim Choro kanalining hurmatli obunachilari. Nasldor buqa, gigant buqa ishqibozlari. Akalar, bugun 27-may hafta kuniga seshanba videomiz Andijon viloyati Sharxon tumanidan bo'lyapti. O'zimiz xonadondan. Uka, men gigant buqa boqaman deydiganlarga mana ikkita emas, bitta. Zo'ridan boqaman deydiganlarga mana akalar, tonna qilaman deydiganlarga hali kurachishini chiqarmagan bo'ylari 140 sm akalar. Bu buqani ko'ringlar, buni ko'ringlar. Ko'rasizlarmi? 130 sm, 24 millionlik buqani yonida bu o'ta katta. Bu bolasi bo'lib qolyapti yonida mana. Juda katta buqa mana akalar. Buni yonida bu vobshe katta. Mana rossiyskiy buqa boqaman deganlarga mana rossiyskiy akalar. Orqa korobkasi chiqib yotibdi mana. Akalar, oyoq qo'llari o'ta baquvvat. Mana bo'yi 140 sm, kurashishini chiqarmagan. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan, o'zimiz xonadonni aytib o'tdik akalar. Akalar, yangi kirganlar sразу obuna bo'lib qo'yinglar poddeshka uchun. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Shuncha kishi kuzatyapsizlar, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar akalar. Rahmat hammanglarga. Endi qisqa qilamiz, narxlarini aytib o'tamiz akalar. Bo'yi 140, narxini 26 million ozmos xayri bor akalar. O 30-35 million yo'q bizda akalar. 40 milliondan baho qo'yishib boryapti. Kichkina mol emas, mana unga hisoblaylar, ko'ryapsizlarmi? 2 metr mana shu narsa, 2 metr. Bo'yi 140 sm akalar. Juda katta, videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman. 26 million bo'lsa ozmos xayri bor, dastlabkasini kelishamiz. Endi nimaga har safar dastlabkasini ishta qilib berardingiz degan savolga men labimga sig'maydi ekan akalar. Tenti borda, 1.30 ga mo'ljallangan tepa reshotkasi. Bu umuman sig'madi akalar. Maxsus mashinada olib kelindi mol. 1.40 umuman sig'maydi ekan laboga. Xudo xolasa dastlabkasini kelishamiz akalar. Aloqaga chiqinglar, samimi glavnisi bo'yi 1.40 juda katta buqa akalar. Mana 24 millionga olingan buqa juda kichkina bo'lib qolyapti yonida. Sotilgan buqa. Endi buni ukasi ham bor akalar. Yo'q, pul yengilidan deganga mana. Akalarim mana. Ko'ryapsizlar, bo'yi 120 sm. Lekin bu katta buqaning yonida kichkinaga o'xshab qolyaptimi? Akalar, jaydar buqa bo'yi 120 sm bo'lib yetiladi-yu. Mana endi 7 oylik, xudo xolasa, kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz akalar mana. Golishten akalar. Golishten Freeze degan zotidan, xudo xolasa, bitta yarimta qo'tiri bor, mazin surkab qo'ydik. Orqalari 4 burcha mana. Tonna qilaman, ash akasiga yetkizaman deydiganlar bo'lsa mana qaranglar. Orqa korobkasi o'ta korobka. Go'sht va sut yo'nalishda akalar. Golishten Freeze bu. Oddiy golishten emas. Mana. Kimgadir ma'qul bo'lsa 16,5 million so'm ozgina xayri bor buni. Mana bo'yi 120 sm buni. Xolasinglar katta buqani olinglar, xolasinglar buni olinglar akalar. Kelishamiz xudo xolasa. Dastlabkamiz vodiy bo'ylab mashina o'ziga. Kattasinikini kelishamiz, chunki sig'maydilar bo'lgan. Akalar, yaxshi qo'yinglar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Telefon qilaverasizlar.